Assalomu alaykum aziz do'stlar va kanalim obunachilari. Bugun sizning biznesingizga, shaxsiy moliyangizga yoki oddiy kundalik hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan o'ta muhim bir mavzuni muhokama qilamiz. Yaqinda qabul qilingan va hamma joyda tasdiqlandi deb e'lon qilinayotgan yangi qoidalar haqida gapiramiz. Bu ma'lumot juda muhim va har bir fuqaroga, har bir tadbirkorga, har bir oilaga daxldor. Bu videoni oxirigacha ko'rish orqali siz o'zingizni kutilmagan muammolardan himoya qilasiz. Jarimalardan qochasiz va eng asosiysi yangi imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaysiz. Shuning uchun hozirroq kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki keyingi daqiqalar hayotingizni sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Bugun biz tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazishning yangi, soddalashtirilgan tartibi tasdiqlandi degan muhim yangilikni chuqur tahlil qilamiz. Bu bir qarashda oddiy yangilikdek tuyulishi mumkin, ammo uning ortida yuz minglab odamlarning hayotiga ta'sir qiladigan ulkan o'zgarishlar yotibdi. Tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish tartibi avvallari qanday edi? An'anaviy usulda, ya'ni bu yangi tartib tasdiqlanishidan oldin yangi biznes boshlamoqchi bo'lgan shaxs bir necha bosqichdan o'tishi kerak edi. Tasavvur qiling, siz o'zingizning orzuyingizdagi kafeni ochishga qaror qildingiz. Birinchi qadam sifatida siz davlat xizmatlari markaziga borishingiz, u yerda uzun navbatda turishingiz kerak edi. Keyin sizga bir nechta anketalar va ariza shakllari berilar edi. Ularni to'ldirish uchun siz ba'zan hujjatshunos yoki yurist yordamiga muhtoj bo'lardingiz. Chunki mayda harflar bilan yozilgan bandlar va yuridik atamalar oddiy fuqaro uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin edi. Keyin ushbu hujjatlarni qandaydir tartibda yig'ib, bankka borib davlat boji to'lashingiz. Keyin yana shu hujjatlar bilan tegishli idoraga qaytishingiz lozim edi. Jarayon bitta idora bilan cheklanib qolmas edi. Sizdan soliq idorasi bilan alohida bog'lanish, statistikaga ma'lumot taqdim etish va ba'zan hatto pensiya jamg'armasi bilan ham alohida ishlash talab qilinardi. Har bir bosqichda siz qo'shimcha hujjatlar so'ralishiga, xatoliklarga yo'l qo'yilganligi sababli arizangiz qaytarilishiga yoki shunchaki mas'ul xodimning ish yukü tufayli jarayonning cho'zilib ketishiga duch kelishingiz mumkin edi. Birgina kichik xato tufayli sizning arizangizni qaytarishlari va butun jarayonni boshdan boshlashingizga to'g'ri kelishi mumkin edi. Bu esa nafaqat vaqtni, balki asablarni ham shunchaki olib qo'yardi. O'rtacha hisobda kichik bir korxonani ro'yxatdan o'tkazish uchun 7 kundan 1 kungacha vaqt ketardi. Ba'zi hollarda ayniqsa murakkabroq faoliyat turlari yoki litsenziyalash talab qilinadigan sohalarda bu muddat bir oygacha cho'zilishi mumkin edi. Bu tabiiyki yosh tadbirkorlarning motivatsiyasini tushirar, ularni ortcha byurokratik to'siqlarga duchor qilar edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazishning yangi, soddalashtirilgan tartibi tasdiqlandi degan hujjat bilan butun jarayon maksimal darajada raqamlashtirildi va optimallashtirildi. Asosiy maqsad tadbirkorlikni boshlash uchun sarflanadigan vaqt va resurslarni keskin kamaytirish. Shu bilan birga jarayonning shaffofligini oshirish va korrupsiyaviy holatlarning oldini olish. Endi ko'pgina jarayonlar yagona elektron portal orqali amalga oshiriladi. Bu nafaqat qulaylik, balki tadbirkorlar uchun teng imkoniyatlar yaratishga ham xizmat qiladi. Davlat boji stavkalari qayta ko'rib chiqildi. Ba'zi turdagi tadbirkorlik uchun hatto imtiyozli tariflar joriy etildi. Eng muhimi, bir nechta idora bilan alohida ishlashga hojat qolmadi. Hamma narsa yagona bir darsha tamoyili asosida amalga oshiriladi. Endi siz bitta portalga kirib, barcha kerakli ma'lumotlarni kiritasiz va avtomatik ravishda ro'yxatdan o'tasiz. Bu jarayonning shaffofligini oshiradi va har qanday ortiqcha talablarga chek qo'yadi. Keling, endi bu yangi tartibning har bir detalini chuqur tahlil qilamiz. Kimlar bu yangilikdan xabardor bo'lishi kerak va kimlar uchun bu unchalik muhim emas? Birinchi navbatda bu yangilik yangi biznes boshlamoqchi bo'lgan har bir shaxs uchun o'ta muhimdir. Agar siz ilgari tadbirkorlik so'zini eshitganingizda ortiqcha qog'ozbozlik, uzundan uzun navbatlar va tushunarsiz rasmiyatchiliklarni tasavvur qilgan bo'lsangiz, endi bu stereotiplar o'tmishda qoldi. Masalan, siz IT sohasida o'zingizning startapingizni ochmoqchisiz. Avvalgi tizimda sizdan kompaniya nizomini, ta'sis shartnomasini qog'oz shaklida tayyorlab, notarius tasdiqidan o'tkazishingiz. Keyin esa bir nechta davlat idoralariga olib borishingiz talab qilinardi. Yangi tartibga ko'ra, siz My.Bank.Okov uz portali orqali bir necha daqiqa ichida barcha kerakli ma'lumotlarni kiritib, elektron raqamli imzoingiz
er bilan tasdiqlaysiz. Siz hatto uyingizdan chiqmasdan turib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bu jarayon aytaylik jami 3 kun ichida yakunlanadi. Ba'zi hollarda esa ilk kunda ham amalga oshishi mumkin. Bu vaqt avvalgi 7 kunga nisbatan juda katta yutuqdir. Davlat boji miqdori ham sezilarli darajada kamaytirildi yoki faoliyat turiga qarab nolga tushirilishi mumkin. Misol uchun, ilgari kichik tadbirkorlik subyektini ro'yxatdan o'tkazish uchun eng kam ish haqqining 1 barobar miqdorida davlat boji undirilgan bo'lsa, endilikda bu miqdor ancha kamaytirildi yoki masalan, yosh tadbirkorlar uchun umuman bekor qilindi. Ikkinchi toifa bu mavjud tadbirkorlik subyektlari, ayniqsa kichik biznes egalari va yakka tartibdagi tadbirkorlar. Siz allaqachon o'zingizning korxonangizga egasiz. Aytaylik, novvoyxonangiz bor. Siz ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq jarayonlarni boshdan kechirgansiz. Ammo yangi tartib sizga ham yangi imkoniyatlar ochishi mumkin. Misol uchun, agar siz faoliyatingizni kengaytirmoqchi bo'lsangiz yoki yangi yo'nalish qo'shmoqchi bo'lsangiz, bu jarayon avvalgidan ancha sodda bo'ladi. Yoki yangi tartib doirasida sizning faoliyatingizni monitoring qilish va hisobot berish jarayonlari ham soddalashgan bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda eski tizimda ro'yxatdan o'tgan korxonalar yangi tartib doirasida joriy etilgan soliq imtiyozlari yoki subsidiyalardan foydalanishlari uchun ro'yxatdan o'tish ma'lumotlarini yangilashlari yoki elektron tizimga integratsiya qilishlari talab qilinishi mumkin. Agar siz buni qilmasangiz, yangi imtiyozlarni qo'ldan boy berishingiz yoki kelajakda qandaydir muammolarga duch kelishingiz mumkin. Masalan, yangi tartib bo'yicha kichik ishlab chiqarish korxonalari uchun 3 yilga mol-mulk soligidan ozod qilish imtiyozi joriy etilgan bo'lishi mumkin. Agar sizning korxonangiz ushbu kategoriya ostiga tushsa, lekin yangi tizimda tegishli ma'lumotlarni yangilamasangiz, bu imtiyozdan bexabar bo'lishingiz mumkin. Uchinchi toifa bu yuqori malakali mutaxassislar, jumladan yuristlar, auditorlar, buxgalterlar. Ular o'z mijozlariga maslahat berishlari uchun yangi qonunchilikni mukammal bilishlari shart. Agar siz ushbu sohalarda ishlasangiz, yangi tartibni mayda detallargacha o'rganishingiz va o'z bilimlaringizni doimiy yangilab borishingiz kerak. Bu sizga raqobatbardosh ustunlik beradi. Kimlar esa bu yangilikdan unchalik xavotir olmasligi mumkin? Birinchi navbatda oddiy ishchilar, ya'ni tadbirkorlik faoliyati bilan bevosita shug'ullanmaydigan fuqarolar. Ularning mehnat shartnomalari, ish haqqi yoki shaxsiy soliqlari bu yangi tartibdan bevosita ta'sirlanmaydi. Ammo bilib qo'yish ortiqchalik qilmaydi, chunki ular ham kelajakda o'z biznesini boshlashni xohlab qolishlari mumkin. Ikkinchidan, yirik korxonalar va davlat korxonalari. Ular uchun alohida ro'yxatdan o'tkazish va faoliyat tartiblari mavjud bo'lib, bu yangi tartib asosan kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Garchi bu ularga bevosita ta'sir qilmasa-da. Umumiy iqtisodiy muhitning yaxshilanishi ularning faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, xorijiy kompaniyalar filiallari va vakolatxonalari uchun ham alohida tartiblar mavjud bo'lib, ular bu yangilikdan bevosita xavotirlanmasliklari mumkin, lekin ular uchun ham ma'lum soddalashuvlar joriy etilishi ehtimoli mavjud. Endi esa bu yangi tartibning ba'zi istisnolariga, nozik jihatlariga va e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlarga to'xtalib o'tamiz. Hamma narsa bir zumda osonlashib ketdi deb o'ylash xato bo'ladi. Har qanday yangi tizimning o'ziga xos nuanslari bo'ladi. Birinchidan, hamma tadbirkorlik faoliyati ham bir xilda soddalashtirilgan tartibda ro'yxatdan o'tmaydi. Yuqori darajada tartibga solinadigan sohalar, masalan, farmatsevtika, tibbiyot klinikalarini ochish, moliyaviy xizmatlar ko'rsatish, banklar, sug'urta kompaniyalari, spirtli ichimliklar yoki tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish kabi sohalar uchun hali ham qo'shimcha litsenziyalar, ruxsatnomalar va qattiq nazorat talab etiladi. Yangi tartib bu sohalardagi ro'yxatga olish jarayonini biroz soddalashtirgan bo'lsa-da, ularning asosiy talablarini bekor qilmaydi. Misol uchun, yangi tibbiy klinika ochmoqchi bo'lgan shaxsga avvalgidek Sog'liqni saqlash vazirligidan tibbiy faoliyatga litsenziya olish, sanitariya epidemiologiya nazorati xulosasini taqdim etish va boshqa bir qator hujjatlarni yig'ish talab etiladi. Yangi tizim shunchaki bu hujjatlarni elektron tarzda topshirish imkonini beradi, lekin ularning mavjudligini bekor qilmaydi. Shuning uchun, agar siz shunday sohaga kirishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, alohida qonun va qoidalarni sinchkovlik bilan o'rganishingiz shart. Ikkinchidan, o'tish davri masalasi. Yangi tartib tasdiqlangan bo'lishiga qaramay, uning to'liq amal qilish muddati yoki avval boshlangan
jarayonlarga qanday ta'sir qilishini aniq bilish muhim. Agar siz yangi tartib kuchga kirishidan oldin ro'yxatdan o'tish jarayonini boshlagan bo'lsangiz, sizning holatingizda qaysi tartib qo'llaniladi? Odatda bunday hollarda qonun hujjatlarida o'tish davri qoidalari ko'zda tutiladi. Ko'pincha bunday vaziyatlarda agar eski tartib bo'yicha boshlangan jarayonlar yangi tartibga nisbatan qulayroq bo'lsa, avval boshlangan tartibni davom ettirishga ruxsat beriladi. Ammo aksariyat hollarda yangi tartib kuchga kirgandan so'ng barcha jarayonlar yangi qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi. Shu sababli agar sizning arizangiz hali ko'rib chiqilayotgan bo'lsa, davlat xizmatlari markazlari yoki Adliya vazirligining rasmiy veb-saytlaridagi o'tish qoidalarini aniq o'rganing. Ba'zida eski arizalarni bekor qilib, yangi tizim orqali qayta topshirish qulayroq va tezroq bo'lishi mumkin. Texnik muammolar va elektron tizimning ishlashi. Har qanday yangi elektron tizimning dastlabki bosqichlarida texnik nosozliklar, sekin ishlash yoki ma'lumotlar almashishda uzilishlar kuzatilishi mumkin. Misol uchun, siz arizani topshirishga harakat qilyapsiz, ammo sayt server yuklamasi tufayli ishlamayapti yoki eri bilan bog'liq muammolar yuzaga kelyapti. Bunday holatlar sizning ro'yxatdan o'tish muddatlaringizga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun har qanday hujjatni topshirishni oxirgi kunga qoldirmasdan, imkon qadar oldindan harakat qilish tavsiya etiladi. Agar texnik muammolar yuzaga kelsa, darhol Davlat xizmatlari agentligining texnik qo'llab-quvvatlash xizmati bilan bog'laning. Ularning aloqa raqamlari odatda MyTalkAkov uz portalining aloqa bo'limida ko'rsatilgan bo'ladi. 4-dan hududiy farqlar va infratuzilma. Garchi markazlashgan elektron tizim butun mamlakat bo'ylab bir xil ishlashi kerak bo'lsa-da, ba'zi chekka hududlarda internet tezligi pastligi, kompyuter savodxonligi darajasi yetarli emasligi kabi infratuzilma bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lishi mumkin. Bu esa elektron xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Bunday holatlarda davlat xizmatlari markazlariga shaxsan borish yoki mahalliy hokimiyat organlari tomonidan tashkil etiladigan yordam punktlaridan foydalanish lozim bo'ladi. U yerda sizga kompyuterlar va internetdan foydalanish, shuningdek, ariza to'ldirishda amaliy yordam ko'rsatiladi. 5-dan raqamli imzo eri bilan bog'liq masalalar. Yangi tizimda aksariyat hujjatlar eri orqali tasdiqlanadi. Agar sizda hali eri mavjud bo'lmasa, uni olish uchun davlat xizmatlari markazlariga yoki soliq idoralariga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Erini olish jarayoni odatda bir kunda amalga oshiriladi. Ammo uning amal qilish muddati cheklangan bo'ladi. Odatda 1 yil. Shuning uchun uning muddatini doimiy ravishda kuzatib borish va o'z vaqtida yangilash muhim. Bu sizning elektron imzoyingiz, u qog'ozdagi imzoyingiz bilan bir xil yuridik kuchga ega. Uni xavfsiz saqlash va boshqalarga bermaslik juda muhimdir. Agar siz eringizni yo'qotsangiz yoki uning xavfsizligiga shubha tug'ilsa, darhol eri bergan organga murojaat qiling va uni blokirovka qildiring. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Bu yangi tartibdan samarali foydalanish uchun siz nimalar qilishingiz kerak? Qadam-ba-qadam ko'rsatmalar. Birinchi qadam, ma'lumotni tekshiring va tasdiqlang. Har doim rasmiy manbalarga murojaat qiling. Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazishning yangi soddalashtirilgan tartibi to'g'risidagi hujjatning to'liq matnini Adliya vazirligining qonun hujjatlar bazasi (LEXUS), Davlat soliq qo'mitasi yoki davlat xizmatlari agentligining rasmiy veb-saytlaridan toping. Ma'lumotning yangi va dolzarb ekanligiga ishonch hosil qiling. Hujjatning raqamini va qabul qilingan sanasini eslab qoling. Ko'pincha odamlar eskirgan ma'lumotlarga asoslanib harakat qilishadi, xatolarga yo'l qo'yishadi. Hujjatning har bir bandini sinchkovlik bilan o'qing. Ayniqsa sizning faoliyatingizga bevosita aloqador qismlarni. Ikkinchi qadam, elektron raqamli imzo eri oling. Agar sizda hali eri bo'lmasa, uni olish uchun eng yaqin davlat xizmatlari markaziga yoki davlat soliq qo'mitasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasportingizni olib borishingiz kerak bo'ladi. Eri odatda 1 kun ichida beriladi va uning uchun eng kam ish haqqining 10 miqdorida yoki undan ham kamroq davlat boji undirilishi mumkin. Agar siz elektron platformalar orqali biron bir yuridik ahamiyatga ega harakatni amalga oshira olmaysiz. Shuning uchun bu birinchi navbatdagi qadam bo'lishi kerak. faylini kompyuteringizga o'rnating va uning kalitini xavfsiz joyda saqlang. 3-qadam, zarur hujjatlarni tayyorlang. Yangi tartib hujjatlar sonini sezilarli darajada kamaytirgan bo'lsa-da, ba'zi asosiy ma'lumotlar baribir talab qilinadi.
Bu odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi. A. Pasport ma'lumotlaringiz, sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz va identifikatsiya raqamingiz. B. Tadbirkorlik faoliyati turi. Kokat kodi bo'yicha aniq faoliyat turi belgilab olinishi kerak. Bu juda muhim, chunki ayrim faoliyat turlari uchun maxsus talablar yoki soliq imtiyozlari mavjud bo'lishi mumkin. Korxonaning nomi. Taklif etilayotgan korxona nomini bir nechta variantda tayyorlab qo'ying. Chunki tanlangan nom band bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda nomni elektron tizimda tekshirish imkoniyati mavjud. Yuridik manzil, korxona joylashadigan aniq manzil. Bu manzilning hujjatlar ijara shartnomasi, mulkchilik guvohnomasi elektron shaklda talab qilinishi mumkin. Ta'sis hujjatlari agar siz mas'uliyat cheklangan jamiyat ochayotgan bo'lsangiz, nizom ta'sis shartnomasi. Yangi tizimda ko'pincha standart nizomlardan foydalanish imkoniyati beriladi. Bu esa yurist xizmatiga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Barcha hujjatlarni elektron shaklga odatda PDF formatida o'tkazib, kompyuteringizda tartibli saqlab qo'ying. 4-qadam onlayn portal orqali ariza topshirish. O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali myDocup.uz saytiga kiring. Saytda tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish bo'limini toping. Yordamida tizimga kiring. Kerakli blankalarni elektron tarzda to'ldiring. Ma'lumotlarni diqqat bilan xatosiz kiriting. Har bir maydonni 2 marta tekshirishdan erinmang. Tizim sizdan yuqorida tayyorlagan hujjatlaringizni yuklashni talab qiladi. Barcha ma'lumotlarni kiritib, hujjatlarni yuklaganingizdan so'ng orqali arizani tasdiqlang. Davlat bojini onlayn tarzda bank kartasi orqali to'lashingiz mumkin. 5-qadam arizangizning holatini kuzatib boring. Ariza topshirganingizdan so'ng sizga uning raqami beriladi. myDocup. Uz portali orqali arizangizning holatini doimiy ravishda tekshirib boring. Jarayonning qaysi bosqichida ekanligi haqida ma'lumot olasiz. Agar arizangizda qandaydir xatolar topilsa yoki qo'shimcha ma'lumot talab qilinsa, tizim sizga xabar yuboradi. Siz bu xabarlarga tezda javob berishingiz va kamchiliklarni bartaraf etishingiz kerak. Odatda ro'yxatdan o'tkazish jarayoni ilk 3 ish kuni ichida yakunlanadi. 6-qadam. Rad etilgan taqdirda nima qilish kerak? Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sababini aniq tushunib oling. Ba'zida bu kichik texnik xato bo'lishi mumkin, ba'zida esa hujjatlardagi jiddiy kamchiliklar. Agar rad etish asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organga shikoyat qilish yoki malakali yurist maslahatini olishingiz mumkin. Ko'p hollarda rad etish sababini bartaraf etib, arizani qayta topshirish eng oson yo'ldir. 7-qadam. Professional yordamdan foydalaning. Agar sizda biror narsa tushunarsiz bo'lib qolsa yoki shunchaki vaqtingizni tejashni istasangiz, professional yurist yoki maslahatchi xizmatlaridan foydalanishdan cho'chimang. Bugungi kunda ko'plab tashkilotlar tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazishda amaliy yordam ko'rsatishadi. Ularning tajribasi sizni ko'plab xatolardan asrashi mumkin. Aziz do'stlar, bugungi videomizda biz tasdiqlandi sarlavhasi ostida qabul qilingan tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazishning yangi tartibi haqida batafsil gaplashdik. Biz eskisini va yangi tartibni solishtirdik. Kimlar bu yangilikdan xavotir olishi kerakligini va kimlarga unchalik ta'sir qilmasligini tushuntirdik. Eng asosiysi, biz bu jarayonning nozik jihatlari, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va ularni qanday bartaraf etish bo'yicha amaliy maslahatlarni berdik. Unutmang, yangi qoidalar sizning foydangizga ishlashi mumkin, agar ularni to'g'ri tushunsangiz va qo'llasangiz. Bu sizga nafaqat vaqt va pulni tejashga, balki biznesingizni tezroq yo'lga qo'yishga yordam beradi. Endi esa sizdan bir iltimos, izohlarda o'z fikringizni yozing. Bu video sizga qanday yordam berdi? Siz ilgari tadbirkorlik subyektini ro'yxatdan o'tkazishda qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Yangi tartib haqida qanday fikrdasiz? Sizning savollaringiz va takliflaringiz keyingi videolarimiz uchun muhim ahamiyatga ega. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Biz kelajakda ham shu kabi muhim va hayotiy ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. Hammangizga omad tilayman.